Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar YouTube'dagi Vodiy Ahli kanalini tomosha qilyapsizlar. Qadrdonlar, Andijon viloyat Asaka tumanida 6 sotixlik kottejimizni sotuvini e'lon qilamiz. Bu joyimiz manzili Asaka Kurgovoyni tepasida 6 sotixlik kottejlar bor. O'shaning tepasida joylashgan. Bu yerda qadrdonlar nafaqat kottej yonida biznesi bilan tayyor joy sotilar ekan. Kelinglar, birinchi bo'lib biznesini ko'rsatib o'tamiz. Akamiz ham shu yerda o'zi yerda egasi gapirib ma'lumotlarni beraman deyapti. Ko'ryapsizlar, mana yerda mevali daraxtlari bor. Undan tashqari ichkarilarda ham mevali daraxtlari bor ekan. Aka, bu yerda qanaqa biznes bo'lyapti? Gazoblo ishlab chiqarish. Gazoblo ishlab chiqarish. Hormanglar aka. Xo'p. Mana shu yerda bunaqa gazoblo ishlab chiqarilayotgan sexi bor ekan, qadrli obunachilar. Ishlab turibdi. Ishlab turibdi. Klientlari bor. Bor. 2 yillik klientam bor aka o'zi. 2 yillik. Ha. Qishin yozin ketaveradi. Qishin yozin ketaveradi. Yaxshi. Nech pul sotilyapti gazoblo? Bir obunachilarga ham bir ma'lumot o'rinlar. 16 ming so'm sotilyapti. 16 ming so'm. Ishchilar ham bor. Ishchilar hamma yo'q qilib, o'zimiz ko'rsatib 10 kun desa 10 kun, 20 kun desa 20 kun ko'rsatib beramiz, cho'tki qilib. O'rgatib qo'yasiz. O'rgatib qo'yamiz hamma yo'qni. Yaxshi. Mana shunaqa joy ekan, qadrli obunachilar. Endi kottejimizni ichki holatlarini ham bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar shu fursatdan foydalanib videomizga bitta like bosib qo'ysalar, xursand bo'lamiz. Qaranglar, bodomlar ekib qo'ygan ekan. Har xil mevali ko'chatlari bor ekan. Dokumentlarda muammo yo'q aka. Yo'q, unaqa muammosi yo'q. Notariusda pul sanaveradi. Notariusda pul sanaveradi. Mana jaydaricha shunaqa video bo'lyapti, qadrli obunachilar. Biz endi stilimiz ham shunaqa. Jaydaricha video bo'ladi. Mayda mana 3 ta yong'og'i bor ekan. Uni tutsizniki aka? Ha, burchagagacha uzik. Mana shu tutlar ham Masha akaniki ekan. Kim bo'lsa ham sizlarga bo'ladi, xudo xolasa. Xolasangiz gazoblo sexni sotib oling, boshqasiga olgandan keyin bu akamiz endi komplekt sotadi ekan. Mana bu yerda ham mevali daraxtlar juda ham ko'p. Mana o'q qo'yaymi yo'q. Mana ne pastga tushib chegarasigacha ko'rsatib qo'yamiz. Bitta o'tirib ko'rsatib qo'yaylik, mana ho yaxshi ekan chegarasi. Mana ham bitmagan xonasi bor. Necha xona bor umumiy aka? Umumiy 7 xona bor. 7 xona. Yaxshi. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kelib, o'zingizlar ham joyda ustida gaplashib, xarid qilishingiz mumkin. Nomerlar qoldirib qo'yamiz, qadrli obunachilar. Videomiz shundan iborat. Aka, necha xona dedingiz? Umumiy 7 xona. Umumiy yangi solingan 2 xona-yu bitta dalizi bilan bu yoqda kottejga bittasini qo'shganmiz. Bu bilan 7 xona, dalizini 8 xona bo'lyapti-da. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, endi uyimizning narx-navosini aytamiz. Aka, bo'ladiganroq qilib narxini aytib bering aka. 75 mingga beraveramiz. Kami bor endi, ozmi? Endi sunnatiga jinni o'tib beramiz. Sunnatiga jinni o'tib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.